raqsga tushadiganlar bor. Zikr halqasi deydi. Raqsga tushadi. Yoki qattiqroq bosib, jazavaga tushib shuna qiladi. Sun'iy ravishda yoki o'zini majburlab. Yoki baqir-chaqir qiladiganlar bor. Qarsak chaladiganlar bor. O zikr deydi qarsak chalishdi. Yoki musiqa chalib o'ynaydiganlar bor. Shuni zikr deydi. Ko'rgan odam shuni tasavvuf deb tasvirlasa ishonib qoladi. U ko'rgan odamga uzr bor. O'sha ko'rgan narsasidagi u ko'rgan narsasi aslida mardud, rad qilingan narsa-yu, u boshqa narsani ko'rmagani uchun shundan xulosa qilib olyapti. Yoki tasavvuf deganda yuvinmasdan, taranmasdan hamma yog'ini bir porakanda qilib yurish, abgor yurish tushunish mumkin ba'zida. Shuning uchun tasavvuf